Shaxsiyimizga Ramazon payti eng ko'p kelgan savol arab xurmosi haqida. Keling, gaplashamiz. Tabiatda inson organizmiga foydali va quvvat beruvchi qancha makro va mikro element bo'lsa, bularning barchasi arab xurmosida mujassam desam ishonasizmi? Bizga arab xurmolari quruq meva holatida yetib keladi. Shu bois mutaxassislar tomonidan uni albatta yuvib yeyish tavsiya etiladi. 100 gram xurmo tarkibi qariyb 300 kilokaloriyaga ega. Ular ichida eng yuqori ko'rsatkichdagi mineral bu kaliy, ya'ni organizmda suv balansi, yurak ritmi va mushaklar va teri mustahkamligi uchun javob beruvchi moddani tashkil qiladi. Kaliy esa o'z o'rnida magniy bilan yaxshi tandem hisoblanadi. Buni qarangki, ana shu modda ham xurmoda yaxshigina miqdorda bisyordir. Qarangki, 43 mikrogram magniy bor. Yana bu meva kalsiy manbaidir. Kalsiy esa qo'rg'oshin, marganit, selen, magniy moddalari va vitamin K bilan parallel ravishda suyaklar mustahkamligi uchun barobar ko'p ta'sir kuchiga ega. Bu moddalar ham aynan xurmoda guruh holida bisyor. Ammo bir narsani unutmaslik lozim, xurmoda uglevod va shakar miqdori ham bor. Bu degani diabet va ortiqcha vazndan qiynaluvchilar yemasin degani emas. Shunchaki e'tiborli bo'ling degani. Keng qamrovda xurmo sotiluvchi joylarda shakar darajasi pastroq xurmo, ya'ni diabetlar uchun maxsus navlari ham bor. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, xurmo yurak-qon tomir, saraton xastaliklari va oshqozon ichak faoliyati, bo'g'imlar va suyak muammolari bilan bog'liq har qanday kasalliklarga davo bo'la oladi. Ya'ni eng e'tiborlisi, bu meva qorindan bo'lganda diareya va qabziyatda ham koni foydasiga kelgan eng ko'p savollardan yana bir kunda nechtagacha xurmo yeyish mumkin? Eslab qoling, sog'lom odam uchun sutkalik norma 4-5 donadan oshmasligi kerak. Xurmo haqida yanada ko'proq ma'lumot istovchilar izohlarda 2 sonini yozib qoldiring. Videoga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kontentni o'zingizga saqlab, yaqinlarga ham ulashib qo'ying. O'zi Ramazonda yana diydorlashguncha azizlar.